Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Do'stlar, hammani ko'rgan bo'lsani kerak bu voqeani. Bu kuryer bir keksa ayolni basharasiga tepib, mashinalarni sindirib, shunaqa ishlarni ko'rsatib yurgan ekan. Bitta chichqoq bo'zak butun podani bulg'aydi deganlarday butun migrantlarni mana shu iflos ekranida ko'rib turgan iflos yomon otliqqa chiqaryapti. Mana o'zini yo'lida ketib turgan qari ayolni qanday vijdoni qabul qildi ekan? Mana shunaqa ifloslarga o'z fikringizni kommentariyada albatta yozib qoldiringlar. Shunga o'xshagan itdan tarqaganlar albatta o'qiydi. Endi bunisini ham mayli qo'yib turaylik. Hozir yana bittasi yosh yana bir iflos 10 yoshlik qizchani orqasidan kelib tegajoqlik qilib, oxiri podyezdgacha kirib, podyezdda hech kim yo'qligidan foydalanib, iznasilik qilib qochib ketgan. Bu hozirda qidirilmoqda. Mana shunaqa ifloslar butun migrantlarni yomon nomga chiqaryapti. Sizlar ham o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana shunaqa itdan tarqaganlar albatta o'qiydi, o'ziga xulosa oladi degan umiddaman. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar, bittadan like bosib qo'yishni unutmang. Бабушка живет. Можно там. Ладно, до свидания. Можете? Да.